Aziz Nesin. Inson faqat gapirgani emas, jim turgani oldida ham mas'uliyatlidir. Eng go'zal she'r matematikadir. Yer yuzida hozirgacha 2 kara 2 to'rtdan ham go'zal misra yozilmagan. Barmoqlarimiz orasidagi bo'shliq biz uchun yaratilgan inson kelib uni to'ldirishi uchun mavjud. Tog'lar qulamasin deb oq chekmayman. O'zimni buzaman, dunyoni buzmayman. Turk erkaklari dunyoning eng rashkchi erkaklari hisoblanishining sababi sevgilisiga emas, o'ziga ishonishmagandandir. Ehtimol quchoqlaydigan sevgilimiz yo'qdir. Ehtimol yolg'izdirmiz. Biroq bilib qo'yingki, odamdek sevganimiz tufaylidir bu tanholigimiz. Harbiy sohalarga sarflangan pul dunyodagi ochlik muammosining tamoman hal qilinishi uchun lozim bo'lgan puldan 100 barobar ko'p. Xaritalarga qaradim. Hech birida uying yo'q. Ensiklopediyalarni titdim. Hech birida surating yo'q. Lug'atlardan izladim. Hech birida isming yo'q. Ko'zgudagi aksimga boqdim va seni ko'rdim. Bildimki, sen mensan. Dangasalarning ish kuni ertagadir. Hech kimga ishonmayman degan tushuncha yo'q. Vaqtida unga ishondim. Endi hech kimga ishonmayman bor. Hayot imtihon bo'lsa, sira aziyat chekma. Ismingni yoz va chiq. Balki o'tolmassan. Biroq isming ostida yap-yangi sahifa qoldirib ketasan. Sovuq qotsang bu iliqlik, qorong'ulik cho'ksa bu nur yo'qligidandir. Agar har tomon qorong'u, sen sovuq qotayotgan bo'lsang, bu uning yo'qligidandir. Bir urug' berding, chechagingni ol. Bir dom berding, daraxtingni ol. Bir butoq berding, chamaningni ol. Dunyoimni senga berdim, faqat menda qol. Tor joydan chiqqanlar keng joylarga sig'ishmaydi. Orzuyim bir bolakayga qanchalik yaxshi ko'rasan savolni berganda qo'lini ikki tomonga ochib, mana shuncha deydigan o'sha mas'um sevgini topish edi. Kambag'alning yagona quroli mehnatdir. Yolg'izligingni olib yonimga kel. Qo'rqma, zerikmaymiz. Sening yolg'izliging mening yolg'izligim bilan suhbatlashadi. Bizlar esa bir chetda jim turamiz. Hayotim davomida bo'yim qadar kitob yozdim. Biroq meni yoqtirmaydiganlar bunga ham bir bahona topib, shusiz ham uning bo'yi kichkina edi deya olishdi xolos. Bilasan, erkak uncha-munchaga yig'lamaydi. Biroq u yig'lasa, ko'z yoshlari hech qachon soxta bo'lmaydi.